Bu qo'shimcha tizza bo'g'imini kasalligini hisobiga hosil bo'lgan yitki hisoblanyapti. Mana quyuq holatda chiqyapti ekan mana. Mana bemor akamiz o'ng tizza bo'g'imi surunkali sinoviti bilan bizga kelishdi. Endi bizga kelguncha 2 etap lechina olgan. 2 etap lechina bilan mana tizza bo'g'imlaridagi ishiqlari hanuz qaytmayapti. Endi bizni xulosamiz tizza bo'g'imi surunkali sinoviti. Bitta sinoviyali pardamiz bo'ladi. Shu sinoviyali pardamizni yallig'lanishi hisobiga tizza bo'g'imiga chiqindi suyuqlik hosil bo'lib qolyapti. Endi buni funksiya qilib olib tashlashimiz kerak. Funksiya qilib olib tashlashimiz kerak, chunki bu suyuqlik so'rilmayapti ekan. O'zingizga tushuntirdim aka. Mana funksiya qilishni boshlayapmiz. Обработкani qilib oldik. Xo'p, oyog'imizni siljitmaymiz. Bo'sh qo'yamiz mana aka. Bo'ldi mana. Chotki bo'ldi mana zo'r. Xo'p, funksiya qilishni boshlayapmiz mana. Birinchi navakayim bilan mana bloklab oldik. Mana. Funksiya qilyapmiz. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, hop. Mana o'sha yitkiz chiqishni boshlayapti mana. Qo'yiq ekan. O'ta qo'yiq ekan. Ko'ryapsiz aka mana. Qo'yiq. Ya'ni bu suyuq holatda bo'lganda bu qancha so'rilib ketar ekan mana. Qo'yiq holatda ekan mana. Qo'yiq holatda chiqyapti. Qaymoqqa o'xshaydi qo'yiqligi, lekin sap-sariq. Endi xalqimizda bitta udum borki, tizza bo'g'imidan suyuqlik oldirib qo'ysang bo'lmaydi deyshadi. Bu tizza bo'g'imini suyuqligi hisoblanmaydi. Xalqimizga tushunishimiz uchun, tushuntirishimiz uchun tizza bo'g'imi suyuqlik asosiy yitkisi hisoblanmaydi. Bu qo'shimcha tizza bo'g'imini kasalligini hisobiga hosil bo'lgan yitki hisoblanyapti mana. Qo'yiq holatda chiqyapti ekan mana. Endi shpritsda mana tortyapmiz buni mana. Shpritsda tortdik mana. Tortishni boshladik. Mana sekin tortdik mana chiqyapti mana qo'yiq. Sap-sariq, somon svetda chiqyapti ekan mana sap-sariq. Mana e'tibor qilyapsiz aka mana. Qarang mana svetni ko'ryapsiz. Sap-sariq. Endi qarang. Buni sekin mana quyapmiz mana qarang. Mana o'ta qo'yiq mana. Qo'yiq ekan. Ko'ryapsiz mana. O'shaning uchun bu so'rilmagan. Bu organizm uchun yot yitki hisoblanadi. Ya'ni ko'lmak suv. Bu ko'lmak suv hech kimga kerak bo'lmaydi. Tushunyapsiz aka? O'shaning uchun olib tashlayapmiz. Ya'ni ko'pchilik bemorlar 20 yil oldin suv olib qo'yuvdi. O'shanda maqsadsiz ham og'riqchan bo'lib qoldi deyiladi. Yo, bu xato gap ekan. Bu narsa sizga keraksiz bo'lganligi uchun olib tashlayapmiz. Shuni siz tushunib olishingiz kerak ekan. O'zingizning xulosasi bo'yicha 40-50 ml suyuqlik beruvdi. Mana o'shanda mana keyingisini olyapmiz mana. Sap-sariq chiqyapti. Endi bu olingandan keyin albatta ko'p joyda gips bog'lam qo'ymaydi. Ko'p joyda olingandan keyin muolajani yozib beradi, uyda yana harakat qilib yuraveradi, yana 10 kun, 15 kundan keyin yana boyagi holatga qaytib qoladi. Shuning uchun biz oldingi holatga yana favqul bo'lib qolmasligi uchun albatta bo'lmaganda 15 kunga gips qo'yamiz. Mana 3-sini olyapman aka. Ko'ryapsiz? 3-sini olyapman mana. Biz o'zi fonni mahalladoshlar hamma joyda davolanib turib, keyin oxiri menga o'zim keladi-da. Siz ham o'shdan bo'ldingizmi? Brat. Boshida topshanmaydi. Keyin bo'lmaganda keladi. Mana keyingidan ham olyapmiz mana. O'zi fonni o'zi mahallani sonda yig'ib olgan ekansiz aka. Qarang. Mahallaning chiqindisi o'z tizza bo'g'imizda ekan mana. Ko'ryapsizmi mana? Chiqishini? Yana. Mana hozir chanag'ida qo'ymasdan olyapmiz aka. Bonni tozalab olyapmiz mana. Ha, 5 ta bo'lib ketdi o'zi mana. Bo'ldi, mana tizza bo'g'imini ko'rganimizda bo'm-bo'sh bo'lib qoldi mana. Ishiq yo'q, tekis bo'lib qoldi. Oldingi holatiga qaytdi. Olib kelamiz, yopamiz. Yana bitta olib keling-chi mana. Surunkali sinovit, tizza bo'g'imi surunkali sinovitlarni davolashda birinchi etapda aytilyaptiki, davolagin deyapti. Davolaymiz. Ikkinchi etapda yana davolagin deyapti. Davolaymiz. O'shanda ham tizza bo'g'imidagi bu shamollagan suyuqlik so'rilmasa, shpritsni olib tashagin deyapti. Shpritsni olib tashab gips bog'lam qo'ygin deyapti. Gips bog'lamni olgandan keyin fiziologiyani olsin bemor deyapti. Fiziologiyani olgandan keyin yana qayta qilib o'zi qilib ko'rgin deyapti. O'shanda ham ma'lum bir foizi qolsa deyapti, keyingi etapda yana fiziologiyani olsin deyilyapti. Tajribamizdan kelib chiqqan holat aytilyapti-da. Endi shu holatlarda keyingi etap fiziologiyani olib bo'lgandan keyin yana o'zi qilib ko'ramiz. Tizza bo'g'imi ichi top-toza bo'lgandan keyin bemorga aktiv harakatni boshlayveradi bemor. Shuni tavsiya qilamiz. Yana bir xil bemorlarimiz borki, agar bu surunkali sinovit 5-10 yilga bo'lib eskirib ketgan bo'lsa, uni davolash iloji bo'lmaydi. Unda tizza bo'g'imini yon tomondan kesib, o'sha sinoviyani parda qalinlashib ketgan bo'ladi, o'shani olib tashlashga to'g'ri keladi. Shunaqa bemorlar ham kelyapti. Agar shunaqa bemorlar bo'lsa ham albatta kesin, bizda maslahat olsin. Albatta surunkali sinovitni davolashda bemorlarga yagona maslahatimiz sabrli bo'lish kerak ekan. U suyuqlik sekin astalik bilan so'rilishi mumkin ekan, so'rilmasligi mumkin ekan. O'shaning uchun tizza bo'g'imidan suyuqlik oldirganlar buni ziyoni yo'q. Albatta
olinadigan holatda olinish kerak, olinmaydigan holatda o'zini o'ziga so'rdirish kerak. Aynan meni soham bo'yicha nechta bemor davolagan bo'lsak, oladigan bemorlarimizdan olganmiz, olmaydigan bemorlarimizni o'zini o'ziga so'rdirganmiz. Hech ham kasal bo'lmaydilar. Agar sizda bo'lmada shu soha bo'yicha muammo bo'lsa, bemalol klinikamizga kelishlaringiz mumkin. Aka, siz ham yaxshi bo'lib qoling. Sog' bo'ling.